Hürmetlik vatandaşlık siyemizin işkencesi. Bugün çiğ işkemenci 20 ayının 14. günü. Hepteki seyşembe. Endeki leksiyemiz bundaq vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bayonotning to'liq tekshirdi. Beijingning Janubiy Jungo dengizi egilik huquq e'lon qilishi qonunsizlikdir. Dengizning janubidagi taqim orollarning Jungoning zimini ekanligini e'tirof qilmaymiz. Xalqaro hakimlar sud hukm chiqarib, Janubiy Jungo dengizida 9 bo'lak rayonni Jungoning zimini deb jakarlaganligini xalqaro qonunlarga xilof deb hukm chiqarganiga 4 yil to'lgan kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 7-ayning 13 kuni bayonot e'lon qilib, Amerika taraf Beijingning Janubiy Jungo dengizida ko'plagan dengiz yuziga Jungoning iqtisod rayoni deb tashabbus qilganligini butunlay qonunsizlik deb qaraydi. Amerika taraf yana Jungoning janubidagi taqim orollarni Jungoning zimini deb e'lon qilganligini e'tirof qilmaydi. Ochiq e'lon qildi. Davlat ishlar kotibi yana Beijing zo'ravonlik bu umumiy haqiqat deyishdan foydalanib, Janubiy Osiyodagi egilik huquqli davlatlarga tahdid solganligini aybladi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bayonotining to'liq tekshirdi tuvandikcha. Janubiy Jungo dengiz okean huquqi to'g'risidagi tashabbuslarga qarta Amerika Qo'shma Shtatlarining maydoni. Amerika erkin echivitilgan Hind Tinch okeani rayonini tashabbus qiladi. Bugun bu rayonda Amerikaning tashabbusini kuchaytirish biz uchun intayin muhim. Biz aniq bildirimizki, Beijingning Janubiy Jungo dengizida ko'plagan joylarda boyliqlarga egilik huquq tashabbus qilish butunlay qonunsizlikdir. Jungo bu boyliqlarni tizginlash uchun yo'lga qo'ygan zo'rliq-zo'mbuliqlari butunlay qonunsizdir. Janubiy Jungo dengizi biz tinchlik va muqimlikka izlanamiz. Xalqaro qonunlar shaklida dengiz okeani erkinligini qo'g'dab, savdo tijorat yo'llarining to'solg'i uchramasligini kapolatga ega qilish bilan har qanday majburlash vositalarini qo'llanib yoki qurolli vositalar bilan talash-tortishlarni hal qilishga urinishga qarshi turamiz. Biz va bizdan uzundan beri xalqaro prinsiplarni asos qilgan holda xalqaro tartiblarni qo'llagan ittifoqdoshlarimiz va sheriklarimiz bu cho'nqur va uzun muddatli manfaatdan bahramand bo'la oladi. Biz bu o'rtaq bahramand bo'ladigan manfaat Jumhur Xalq Jamhuriyatining mislsiz tahdidiga uchradi. Beijing qo'rqitish vositasini ishlatib, Janubiy dengizning atrofidagi Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarining egilik huquqlariga ziyon soldi. Zo'magarlik qildi. Ularning dengiz tabiiyligi iqtisodini tortib oldi. Bu rayonga hukmronlik qilishni o'z oldiga jakarladi. Zo'ravonlik bu haqiqatdir degan so'zni qonunning o'rniga qo'ydi. Jungoning qilganlari ko'p yillardan beri ochiqlashib keldi. 2010-yili shu vaqtdagi Jungoning tashqi ishlar ministri Yang Jiechi Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlariga mundaq dedi: Jungo bir cho'ng davlat. Başka devletler, küçük devletler. Bu bir paket.
Cüngo'nun bulanç karakterlik dünya karışı. 21. əsrdə pütürəb duralaydıqan heç qandaqsımı yox. Cüngo'nun özünün iradesine yekka halda burayınğı tanmaqçı bolğanlığının kanuni asası yok. 2016 ile 7. ayının 12. günü Cüngo əzalığı Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 1982 yılı tüzülgen Birleşken Devletler Teşkilatı Deniz Okyan Kanun Əhdinamesi boyunca teşkillengen Həkimlər Sotu birdek kanun çıkarıp Cüngo'nun Deniz Okyan teşebbüsünü rədd qılıb bu teşebbüsdən xalqara kanunlara asaslanğanda hiç qandaq kanuna asası yok deyip ayıplidir. İşinizde bolsun vatandaş, Cüngo körəngligən idi Cənubi Denizga igidarçılık qılıman, Cənubi Denizga igilik huquqı jakarlayman degen və jakarlagan idi. Bugün iş, endi bu dərəcəyə yetdi hörmətli vatandaş.